Ormela. Bu salomat bo'ling, G'ayrat aka. Xohlasa mana 2-iyul sanasiga ko'ra ishlarni boshlab oldi aka mana. Siloslar holati zo'r, suv chiqmaydi-yu umuman aka. Siloslar mayin aka. Hojakbar aka, hozir bu joyimiz qayerda aka? Qayerda turibmiz? Qo'rg'ontepada turibmiz, Savaydamiz. Savayda ekanmiz. Aka, bu silos qayerga olib ketyapsiz endi buncha zo'm qilib aka? O'zimizni mahallaga Andijon, Kirib mahallasiga. Yeri mahallasiga olib ketyapman. Qo'shnimiz zakaz qilgan, xudo xolasa o'zimizga ishonib, akamga ishonib, mana xudo xolasa silosni zo'ri qalbimni qo'raman aka. Kelinglar mana. Kimga nechta, kimga 5 ta aka mana. 10 ta mashina desanglar, 10 ta mashinamiz bor akalar. Cheklanmagan miqdorda aka. Siloslar yetkazib berib, narxlarni siz o'ylagandan arzonroq qilib beramiz akalar. Pastda bilan aloqaga chiqsanglar bo'ldi. 24 ga 7 Hojibek aloqada xudo xolasa, pastda nomerlar Hojakamniki bo'ladi. Telefon orasida. Qo'y mahal. Kech payt 2 bo'ladimi? Rossiyada yurgan akalarimiz 3 bo'ladimi? Bittada alo deydi. Hozircha bo'yda.